Xo'sh, mana nihoyat qishloqqa ham yetib keldim. Ajoyib. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Morgan va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi? Men 13-qishloqqa kelishdan maqsadim shundaki, afsuski, shahardagi biznesim yopilib ketdi va endi salgina oddiyroq yashashga majburman. Buning uchun esa qishloq juda ham yaxshi to'g'ri keladi. Tak. Hozir, allo, men yetib keldim qishloqqa. Qayoqqa boray? O'rtaga keling. O'rtaga, quduq bor. Men hozir o'zim chiqaman. Siz qayerdasiz? Men qandaydir katta oq garaj turgan joydaman. Tushunarli. Bo'ldi, quduqni ko'rdim. Kelavering, kelaman. Okey. Yaxshi. Tak. Qani kelinglar-chi, qishloq lekin juda ham chiroyli, menga yoqyapti. Shuning uchun ham bu yerni tanladim. Tak. Qani endi, oppa mana. Sizmisiz yo'lovchi? Menman. Morgan ismingiz? Yaxshi, men siz uchun juda ham zo'r o'yin tayyorlab qo'yganman. Remont qilish ham kerak emas. Shunday sotib olasizda yashaysiz. O'sha kelishgan pulimizdanmi? Davay ko'rsating. Ketdik. Sizga yoqishi aniq. Katta uy. Katta uy. Okey. O'zi nima shamollar uchirdi sizni bizni qishlog'imizga? So'ramaganingiz ma'qul, boshimga yomon kunlar tushdi. Yomon. Mana shu uy. Yomon emas. Albatta ozgina kir bo'lib yotibdi, lekin tozalash mumkin. Osh olasizmi? Albatta olaman. Tak, hozir pulni hisoblayman. Qo'shnilar qanday bu yerda? Orqa tarafdagi katta uyda hech kim yashamaydi. Yoningizdagi ko'znichada bir yaxshi jritel yashaydi. Tushunarli. Biror nima yordam kerak bo'lsa, yoniga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Katta rahmat. Bo'pti, unda omad sizga. Rahmat. Qo'yil, endi meni qishloqda o'zimni uyim bor, hujjatlari bilan va bemalol bu yerda endi yashashim mumkin. O'ylamagandim hammasi bunchalik tez bo'ladi deb. Xullas do'stlar, endi nima qilamiz? To'g'ri, qishloqda uyimizni tayyorlaymiz. Mana bu o'rgimchak to'rlarini birinchi olib tashlash kerak, chunki bu yer juda ham rasvo bo'lib yotibdi, ham yo'q chang. Mana bu yerda bittagina qut turibdi, shuning ichiga narsalarni vaqtinchalikka solib turaman. Chunki hali bu yerda na sandiq, na shkaflar bor. Juda ham ko'p vaqt bo'sh turganga o'xshaydi. Mayli, o'zimizga foyda. Bizgacha kam odam yashagan. Mayli, hozir mashinamni olib kelishim kerak. Shu tarafdan to'xtagan edim. Qani qishloqni ham bir tomosha qilaychi. Bu yerda qanaqadir kichkinagina joy ekan, uylar, qanaqadir kambag'alroq joy shekilli. Xo'sh, bu yerda nimalar bor ekan? Tak, yana fermalar va mana shu boya katta garaj edi. Demak, yon tarafda bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. Oppa, mana mashinam va hozir buni haydab olib borish kerak uyimizni yoniga. Adashmasam, ana shu yon tarafdan haydab o'tsam, yetib boraman. Okey, tak, borib olamiz va bo'ldi. Afsus, qishloqning ichida kattaroq yo'llar yo'q ekan, lekin qishloqda mashina ham uncha kerak bo'lmaydi. Zo'r BMW ham bor edi, lekin sotishga to'g'ri keldi va endi mana shunaqangi teshik tog'oridan haydashga majburman. Okey, tak, hozir uning yonida to'xtaymiz. Mana shu yerda bo'lsa bo'ladi. Okey, faqatgina mana bu yerda qandaydir chirib yotibdi ferma. Qo'shniki bo'lsa kerak. Orqa tarafda hech kim yashamaydiganda shuni fermasiga o'xshayapti. Rasvosi chiqib yotganicha manzarani buzib jin ursin. Hatya agarda qaramasam muammo tug'dirmasa kerak, jin ursin. Yoki rostdan ham hech kim bo'lmasa o'zim tozalab tashlasammikin. Stop. Uyning ichi bo'shmi? Rostdan ham hech kim yashamaydigan ko'rinadi. Mayli, o'zim tozalayman uyimning yonida. Nima bo'lsa bo'la qolsin. Oppa, bu kim bo'ldi yana? Balki qo'shnidir. Morgan shu yerdami? Men shu yerdaman. Sizni Mir chaqiryapti. Mir? Nima uchun? Men mana bu taraf. Yo'q. Mana bu yerda, orqa tarafda. Xo'p, men qo'shniga so'ramoqchi edim. Chinarsin ketib qoldi-ku. Mayli, balki Mirdan so'rasam yonimni tozalatib berar, bo'lishi mumkin, so'rab ko'rishimiz kerak. Mana shu uy. Mayli. Qani borib ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Tak, yaxshi. Mir, janob Mir, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men uyimning yonidagi agrot haqida sizga gapirib bermoqchi edim. Xo'sh, uni rasvos chiqib yotibdi. Men ham senga shu haqida aytmoqchi edim. Yur, ko'rsataman. Nimani ko'rsatasiz? Hozir. Xullas, bizni qishloqda bir qoida bor. Qanaqangi qoida? Janob Mir, qanaqangi qoida? Hozir ko'rsataman. Bu ferma aslida seni uyingga tegishli. Senga uyni katta skitka bilan berdik. Xo'sh, shuning uchun ham sen bu огородni tozalaysan. Tozalayman. Keyin ekib ishlatishing kerak. Ekib ishlatishim aqlingiz joyidami? Men fermer emasman, bilmadim. Bu qishloqda yashashning qonuni shunday. Yashaydiganlar ferma qarashi kerak. Men qaray olmayman. Ilojing yo'q bo'lmasa ketasan. Tushunursin. Mana qanday ishlar ekan sizlarda. Arzonga uylarni berib, fermerchilik, qullik qilib olasiz. Tushunursin. Endi nima qilaman? Mayli, pulni sarflashga sarfladim, qishloqqa ham keldim, yo'qdi menga. Baribir ham tozalab qo'ymoqchi edim. Mayli, ferma bo'lsa fermada. Asosiysi asabga tegishmasa bo'lgani. Tak, mayli, qilishni olaman-da hozir. Mana bu yerdagi
o'rgimchak to'rlarini yo'q qilib chiqaman. Yo, shunchaki meni o'q qilishdi-ya. Men aytib o'tiribman, nimaga arzon uy buncha? Balki qarg'ish tekkandir, xuddiki kinolarga o'xshab menga arzon uyni berishyapti. Ichida kimdir o'lganmi desam, bu yerda o'lgan ferma yotibdi ekan. Mana shuni tozalab ishlatadigan odam qidirishgan bular va mana meni bo'ynimga qo'yib qo'yishdi. Endi men o'zim shu fermani HPXga keltirib ishlatishimga to'g'ri keladi. Men esa umuman fermerchilikni tushunmasam, mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Biror nima qilamizda. Mayli, bular bizga kerak emas yoki stop. Yog'och cho'plar kerak bo'ladi. Mana bu urug' va gullar esa yo'q. Mayli, nima ham qilardik? Hozir bu yerni tozalaymiz. Xo'sh, tak mana bu kerak. Bularni kovlashni boshlaymiz. Tasavvur qilinglar, xazina topsam. Mayli, tak, yaxshi. Bo'ldi, endi esa bu tarafdan boshlab. Nima? Tushunursin. Tak, hech kim ko'rmadimi? Do'stlar, men mashinamni yangilashim mumkin agar bu yerda rostdan. Qo'shni salom. Salom. Men mana bu ko'zninsida yashayman. Nima qilyapsan? Fermamni tuzatyapman. Tushunarli. Mening ismim Lays. Ha, seni isming-chi? Meniki Morgan. Mana shu uydaman. Bilaman. Yordam kerak bo'lsa kelaver Morgan. Mayli, omad senga. Rahmat. Lays dedim ismini. Ha, okey. Tak, davay keringlar. Mana bularni hozir hammasini signasida to'g'rilab tashlaymiz-da. Men aqlga sig'maydi. Bu yerda rostdan qanaqadir sandiq turibdi. Tasavvur qilinglar, ichida oltinlar bo'lsa-ya. Mana bu bizga kerak bo'lgan bo'lar edi. Mayli, tak. Mana bularni ham chopib tashlashimiz kerak. Hozir yerni almashtirib chiqamiz. Lekin bilmadim qachon ochishim mumkin bo'ladi ana sandiqni. Ichida qancha pul chiqishi mumkin ekan, do'stlar, yoki pul chiqmasa-chi, balki kimdir shunchaki eski tusga keraksiz narsalarni ko'mib tashlagandir, lekin ferman tagiga ko'mib nima qiladi? Aniq u yerda nimadir bor va umid qilamanki qimmatli narsa. Omadim keldi. Zo'r do'stlar, ana endi ozgina kuch qoldi xolos. Masalan, tunda ko'rishimiz mumkin nimalar bor ekan ana ichida. O'ylaymanki yaxshi narsalarni topishimiz mumkin bo'ladi. Axir sizlarga aytaman, bekorga hech kim shunchaki ferman tagiga ko'mib qo'ymasa kerak. O'zidan o'zi. Shuning uchun ham sizlarga aytayapman-ku, bu yerda aniq nimadir bor va biz shuni ko'ramiz. Nasal tak, bizga kerak emas, tashlab yuboramiz. Ajoyib. Endi shuni davom ettiramiz. Bu yerlarni almashtirib chiqish kerak, lekin qayerdan almashtirishim mumkin ekan? Adashmasam, bu yerda yerni kovlash uchun, aniqroq kurash uchun mataga kerak bo'ladi, lekin matagani qayerdan sotib olishim mumkin? Tak, qishloqdan qayerdadir do'kon bo'lishi kerak. Kelinglar, qidirib ko'ramiz. Bu yerda hattoki jitellarni ham ko'rmayapman. Mana bu yerda lekin narsalarni chiqarib qo'yishgan. Demak, sotuvchi bor, ammo o'zi qayerda ekan? Mayli, qani qishloqni ko'raylikchi. Qayerdadir odam ko'rgandim. Mana shu odamni boya o'tganimizda ko'rgan edim. Tak, salom janob. Salom. Menga narsa sotuvchi kerak edi. Siz sotasizmi? Yo'q, narsa sotuvchi Maraz rayonining tashqarisidagi uyda. Maraz rayonining tashqarisidagi uy? Ha, kirishdan chiqishda. Qayerda u Maraz rayoni? Orqadagi ana u arg'imchoqlar turibdi-ku. Ana shuni to'g'risida Maraz deb yozilgan arka bor. O'shaning orqasidagi katta uy. Okey, rahmat. Kelib tur. Xo'p, kelib turaman. Tak, bo'ldi. Hozir ko'ramiz. Maraz rayoni mana shu ekan. Tak, lekin nima uchun Maraz deyishyapti? Xayr-omon, bu yerda mana chiroyli mashina turibdi. Uylar rishotkali uy turibdi. Mana bu yerda yana bitta katta uy, meva, sabzavotlar, arg'imchoqlar, ko'zninsa chiroyli qilib qo'yilgan va mana Maraz yozilgan rostdan ham. Va chiqishdagi shu katta uymikin, shu bo'lsa kerak. Salom jitil. Salom, sen sotuvchimisan? Ha, sotuvchiman. Menga matiga kerak edi. Okey, ola qol. Qancha bo'ladi? 3 ta izumrud. Menda izumrudlar yo'q-da. Shu yerda yashaysanmi? Ha, qishloqqa yaqinda ko'chib keldim. Aniqrog'i bugun. Unda mayli almashtirib kel, merni uyning orqasida bor. Nima bor? Bankomat? Ha, kartangda yoki dollarlaring bo'lsa almashtirishing mumkin. Tushunarli, rahmat. Tak, merni uyning orqasida. Albatta yaxshi. Qayerda edi merni uyi o'zi? Tushunursin. Tak, mana bu meni uyim bo'lsa, xo'sh, qani? Tak, stop. Shoshmanglar, axir menga chelak ham kerak bo'ladi. Tak, axir merni uyi mana-ku, tushunursin. Va xarosdan bankomat turibdimi? Yo'q, telefon budkasi-ku. Qani, kartani urib ko'raychi, balki ishlab ketar. Tak, va ishladi rostdan, tushunursin. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Tak, qani almashtiruv. Tushunursin. Bankomat sifatida ishlaydigan telefon. Okey. Mayli, bunaqa texnologiyalarni ko'rmaganim. Nima? Hech nima, mana 3 izumrud. Senda chelak bormi? Bor. Yaxshi, qancha bo'ladi? 2 ta izumrud. Mana ola qol. Mayli, omad. Rahmat. Yaxshi. Bo'ldi do'stlar, bizda endi chelaklar bor. Bemalol fermani suv bilan to'ldirishimiz mumkin. O'zi quduq qaysi tarafda edi-ya? Mayli, hozir topamiz. Tak. Jenursin, yo'q, quduq bu tarafda emas edi.
esimdan ham chiqib ketdi. Quduq o'rtada bo'lishi kerak. Menda qishloq ham Jennerson juda ham kattada. Ha, mayli, tak, bu yoqqa, bu yoqqa, buni bu yoqqa olamiz va Jennerson izomotlar. Esimdan chiqib ketyapti. Okey, hozir ko'ramiz. Merno o'yin yonida bu. Mana bo'ldi. Burnim tagida turibdi. Qanaqasiga ko'rmasligim mumkin edi. Okey, va olamiz. Yaxshi, qani ketdik do'stlar. Ko'raylikchi, bularni hozir fermani tiriltirishga ishlatsak qancha qolar ekan? 1 va ikkinchisi ajoyib, endi o'rtadan olib to'kib chiqishimiz mumkin. Tugamas suv manbai qilib. Yaxshi, mana bunday qilamiz va bo'ldi. Qo'yil endi esa bu tarafga yana olishimiz kerak. Bu yoqqa qo'yamiz. O'rtadan olamizmi? Ha, mayli, mana bunday qilib qo'yib tashlayveraychi. Yaxshi, bo'ldi do'stlar. Endi esa bu yerlarni yerni ag'darib chiqishimiz kerak. Mana bunday qilib va bo'ldi. Bu tarafni ham ag'daramiz. Davay, yaxshi. Va mana ajoyib. Bungacha do'stlar sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha